Assalomu alaykum, hurmatli tadqiqotchilar. Bugun siz bilan ilmiy tadqiqot ishlari, dissertatsiya va ilmiy maqola yozishda tadqiqotchilarimiz tomonidan yo'l qo'yiladigan 5 ta asosiy xato va ularni oldini olish bo'yicha tavsiyalar haqida gaplashamiz. Demak, ilmiy tadqiqot ish turlari bu ilmiy adabiyotlar, monografiya, dissertatsiya, maqola va tezislarni tushunamiz va mazkur dissertatsiya natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy adabiyotlar ro'yxatiga bu ilmiy nashrlar, to'plamlar, ya'ni ilmiy maqolalar to'plamlarini, shuningdek, Oliy attestatsiya komissiyasi tavsiyasida bo'lgan xorijiy va respublika miqyosidagi ilmiy metodik jurnallarni hamda yuqori impact faktorli jurnallarni aytishimiz mumkin. Shuningdek, Scopus va Web of Science ma'lumotlar bazalari ham mavjud bo'lib, bu haqida quyida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Yuqori impact faktorli jurnallar deganda biz hammasini ham VAK tomonidan tavsiya etiladigan jurnallar deb ayta olmaymiz. Shu jihatini eslatib o'tmoqchimiz. Ya'ni 24-yilning 1-aprelidan boshlab yana 16 ta baza ro'yxatdan chiqarilgan va ularning aksariyati bizning o'zbek tadqiqotchilarimiz juda ko'plab murojaat qiladigan bazalar ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, prezentatsiyamizning asosiy qismiga o'tamiz. Birinchi xato. Bu tadqiqotchilar tomonidan mavzuning mavhum yoki noaniq tanlanishi. Bu deganda biz nimani nazarda tutamiz? Aslida o'zi tadqiqot mavzusi qanaqa bo'lishi kerak? Tadqiqot mavzusi muayyan fan sohasi doirasida mavjud muammo va uning yechimiga qaratilgan bo'lishi kerak. Bunda mavzu o'zida aks ettirishi shart. Kimga yo'naltirilgan ekanligini, qaysi muammo yoritib berilishini va unga qanday yechim tavsiya etilishini. Demak, misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Ingliz tilidagi og'zaki nutqni rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari. Mazkur mavzuni biz bir qadar maqsadga muvofiq emas deb topdik. Sabab: chunki bunda obyekt ko'rsatilmagan, ya'ni kimga yo'naltirilgan? Aytaylik, maktab o'quvchilariga yo'naltirilgan. Xo'sh, innovatsion ta'lim texnologiyalari tushunchasi ham juda ham umumiy bo'lib, bu to'g'risida juda ham ko'plab tadqiqot ishlari avval amalga oshirilgan va bizning ishimiz aynan ulardan nimasi bilan farq qilishini ko'rsatib o'tish lozim. Deylik, modulli o'qitish texnologiyasidan foydalanish orqali. Bunda mavzuyimiz bir qancha aniqlashadi. Xo'sh, boshqacha bir muammo, bu mavzuyimiz aktual, ya'ni dolzarb, ammo davriy bo'lishi mumkin. Ya'ni siz tanlagan ta'lim texnologiyasi yoki muayyan bir usullar siz tadqiqot ishingizni tugatib himoyaga chiqqaningizgacha qadar o'z ahamiyatini yo'qotishi mumkin. Deylik, so'nggi yillarda sun'iy intellekt tushunchasi juda ham ko'plab qo'llanilyapti tadqiqotchilarimiz tomonidan. Biz fan va texnologiyalar rivojlanishiga juda ham ijobiy qaraymiz, biroq aytib o'tish kerakki, 1-2 yildan so'ng bundan ham rivojlangan qanaqadir ta'lim texnologiyalari yoki muayyan metodlar natijasida biz mavzuyimizning aktualligi yo'qolishi mumkin, unga bo'lgan talab yo'qolishi mumkin. Shuni ham nazardan qochirmasligimiz kerak. Demak, keyingi ikkinchi xato bu bugungi kunda o'zbek ilm-fan kontentida bir-birini takrorlovchi, mazmunan sayoz va ilmiy adabiyotlardan to'g'ridan-to'g'ri copy-paste tarzida tayyorlangan ilmiy ishlarning ko'payib borayotganligi. Sabab: bitta tadqiqot ishi uchun ilmiy tadqiqotchi kamida o'nlab kitoblarni o'qib chiqish kerak, ilmiy adabiyotlarni. Bu albatta mashaqqatli, biroq bu narsa ko'chirmachilikni oqlamaydi. Biz tavsiya qilardikki, tadqiqotchilarimiz o'sha ilmiy adabiyotlar bilan tanishgan bir paytda yana qo'shimcha ravishda albatta yetakchi ilmiy bazalardan nafaqat mintaqaviy, balki jahon miqyosida ham
mazkur mavzusining ahamiyatini ko'rib chiqishini, unga bo'lgan qanaqadir yechimlarni ko'rib chiqishini va ularni ko'chirish emas, aksincha ularni tajribasini inobatga olgan holda o'z taklifini a, bizning mentalitetimizdan, o'quvchilarimizning salohiyatidan kelib chiqqan holda o'z taklifini berishi bu maqsadga muvofiq bo'lardi. Mazkur bazalardan ilmiy maqolalarni va dissertatsiyalarni yuklab olish bo'yicha YouTube'da yo'riqnomalar mavjud ekan. Biz bularga alohida to'xtalmaymiz. Demak, keyingi 3-xato. Eng og'riqli mavzu bu plagiat. Intellektual mulk huquqini himoya qilish bo'yicha ahvol eng yomon bo'lgan dunyodagi 23 ta mamlakat ichida O'zbekistonning ham mavjudligi mazkur muammoning ahamiyatini ko'rsatib beradi. Ta'kidlab o'tishimiz joizki, mualliflik va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunning 62-65-moddasiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobardan 1000 barobarigacha jarima qo'llash belgilangan qonunda va shuningdek dissertatsiyalar bo'yicha esa mazkur holat aniqlanganda himoyaning qaysi bosqichida bo'lishidan qat'iy nazar olib tashlanishi va qayta himoyaga tavsiya etilmasligi belgilab o'tilgan. Bizning tavsiyamiz iqtibos keltirishni o'rganishimiz kerak, to'g'ri iqtibos keltirishni. Chunki muayyan jurnallarda turlicha iqtibos shakllari talab qilinadi. Biz buni Google Akademiyasida misol tariqasida oldik. Maqola ustiga bosganimizda sitировать tugmasi chiqadi va unda turli xil stillar bo'yicha sizga iqtiboslar qoliplari beriladi. Siz ulardan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni bularni adabiyotlar ro'yxatiga kiritasiz va olingan manbalarning har bir qatoriga nechta jumla olingan bo'lsa hammasiga qo'shtirnoq belgisini qo'yishni unutmang. Bu bilan siz ilmiy ishingizda chiqadigan plagiat foizini ancha kamaytirgan bo'lasiz. 4-xato. Yuqorida biz Scopus va Web of Science ma'lumotlar bazasi haqida gapirib o'tdik. Nafaqat bu bazalarda, balki milliy va xorijiy jurnallarning aksariyatining o'ziga xos qoliplari, ya'ni shablonlari bo'ladi. O'zbek tadqiqotchilarimiz tomonidan juda ham ko'plab aldanib qolinayotganlik holati, bir qancha miqdordagi summalarga kuyib qolish holatlari juda ham ko'p kuzatilyapti. Aslini olganda Scopus ma'lumotlar bazasida open access, ya'ni o'sha ochiq dostupda turadigan jurnallarning ko'pchiligi bepul ekanligini va bu jarayonga muallif to'g'ridan to'g'ri o'zi maqolasini yuborishi, o'sha submit qilishi va jarayonni to'liq o'zi kuzatib borishi mumkinligini inobatga olsak, aslida jarayon biz o'ylaganchalik murakkab emas. Faqat bizdan talab qilinadigan shart shuki, biz muayyan jurnalning, har bir jurnalning o'zining qolipiga, shabloniga maqolamizni tushirib berishimiz kerakligi. Oddiy misol, Scopus tizimida juda ko'plab jurnallar maqolalarni Word formatda qabul qilmaydi. Bu ko'pincha TeX yoki Overleaf dasturi asosida tayyorlanishi kerak bo'ladi. Bu bo'yicha YouTube'da juda ham ko'plab video darslar mavjud, biz ularni takrorlamaymiz. Aytmoqchi bo'lganimiz, xalqaro standartlar bo'yicha aksariyat hollarda maqolalar IMRAD, ya'ni IMRAD talablari bo'yicha bo'lishi so'raladi. Bu talablarni ko'pchilik tadqiqotchilarimiz yaxshi bilishadi, faqat bitta jihatini aytib o'tmoqchimizki, bunda biz eng deyarli o'sha kam ahamiyat qaratadiganimiz, aksincha tahririyat tomonidan jiddiy e'tiroz bildiriladigani qismi bu research methodology, ya'ni tadqiqotning metodologiyasi qismidir. Biz unda tadqiqotimizni amalga oshirishda foydalangan har bir metodimizni ishonarli tarzda ko'rsatib berishimiz lozim. Shuningdek, dissertatsiyalar bo'yicha tadqiqotchilarga maslahat bergan bo'lardiki, albatta yakuniy bosqichda, ya'ni
tugatganingizda ilmiy rahbar bilan maslahatlashgan holda o'z sohangiz bo'yicha yetuk mutaxassislarga, olimlarga albatta ishingizni o'qitishni, nafaqat dissertatsiya ishi, balki ilmiy maqolangizni ham ularning demak kamchiliklar va a, tavsiyalarini bir qator ko'rib chiqqan holda yana bir marta ilmiy ishingizni tahrirlashni tavsiya etgan bo'lardik. Bu orqali siz tadqiqot ishingizning qiymatini, salohiyatini yanada oshirgan bo'lasiz. Aslida bizning ilmiy ishimiz bu bizning bilim darajamizni ko'rsatib turuvchi eng birinchi ko'rsatkich hisoblanadi. Xo'sh, davom ettiramiz. Demak, eng oxirgi 5-chi xato sifatida biz aytib o'tmoqchi edikki, respublikamizda oliy ta'lim muassasalarida deyarli har oyda respublika va xorijiy miqyosda ilmiy amaliy konferensiyalar, ilmiy seminarlar o'tkazib turiladi. Tadqiqotchilarimiz odatda ularda onlayn ishtirok etishni yoki shunchaki maqola submit qilish, ya'ni o'sha topshirib qo'yishni bilan cheklanishadi. Aslida mazkur konferensiyalarda, seminarlarda in person, ya'ni shaxsan ishtirok etib, u yerda o'z ma'ruzangiz bilan, o'z tadqiqot ishingiz bilan chiqish qilishingiz, ilmiy hamjamiyatda sizning mavzuyingiz bo'yicha yangidan-yangi bilimlar olishingizga, ma'lumotlar olishingizga, g'oya almashishingizga xizmat qiladi. Bu esa aslida juda katta imkoniyat siz uchun. Bundan albatta foydalanish kerak. Bu nafaqat sizning tadqiqot ishingiz bo'yicha, balki nutq madaniyati, himoyada o'zingizni tutishingiz bo'yicha ham sizga yaxshigina tajriba bo'la oladi. Hozircha tadqiqotchilarimizga ulashmoqchi bo'lgan tavsiyalarimiz shulardan iborat. Qaysidir jihatlar ko'zdan qochirilgan bo'lsa va savollar bo'lsa, bularni izohlarda yozishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.